Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiqcho'g'lonining Jallod Xonim nomli tarixiy romani. Bu roman Belqut shirkatida ovozga ilinib, Belqut to'rida anlatildi. Haftadan beri ordu bekinib olganicha Qashqar, Yenisardan keldigan hamdamchi qo'shinning yo'liga talmurib taq bo'lgan Hidoyatulla Ishon bugun qatma-qat muhosirda qolgan Ostona sepilining ustiga chiqib, kuzatish munorasidan sirtqa nazar tashladi. Sepilning sirti Muhammad Emin Bahodir Xon lashkarlarining son-sanoqsiz qarorgohlari bilan to'lib ketgan edi. Butunlay jang kiyimi kiyishib, turli jang qurollari bilan to'liq qurollangan lashkarlar ratlik saptulishib, sepil atrofini chorlayotdi. Ularning ruhiy holati to'limi ko'tarangi. Baslidan jasorat urg'ib turardi. Sepil ustidagi Sofi lashkarlarining sulg'un, g'amkin chiroyiga qarab, Eshonning ko'ngli to'lim yerim bo'ldi. Vujudini bosh oxiri yo'q chegish ham bosdi. Tanrım, mana bu elning saltanatini xuddi qora qishning tapti yo'q optipidek g'ilpalla ko'rsatib qo'yib, yana qaytirib olami? Tuzkor Muhammad Emin Rasululloh g'olib kelami? Tanrım, babayı kader vözürükleri. Sizlerge keç gündüz sevginip, temel gınımın inamı şunçilikmedi. Bu ehli yurt, aşı Saidiye evlatlarının soğuruşuyla bahçende kılıngan boğuymeti. Saltanatlı kolumda iliş için hançilik bedellerini tönümüdün, he? Şahzadı Yolvaskan'ın aldığı ömür edin. Sultan İsmail Han'ın işencisiyle eriş için nurgun capalarını taptı. Özgü yurtlardaki Han sultanlarının yardımına eriş için kalmağanlarım az kaldı. Nurgun mal dünyalarından ayrıldı. Bütperestlerinin kapısı Dalai Lama'nın aldığı ümmenet verip ayaklarını söydü. İşencisiyle eriş için bu evliyalarga baş koydu. Moğol Han hocamның keyninden kotur eşektek sokuldu. Mığlıgan g'olchi yigit, g'olchi cho'kanlarni in'om qildi. Amir ayatning g'azab nafratiga, fitna fasodlarga qaramay qilgan shuncha ishlarining hammasi mushu saltanat uchun edi. Avamir ayat mendek qutbul ahtob Sultanul Muhaqqinga ergashmay, nimishqa ashu Dahri Saidiya shahzodalariga ergishadigandı. Bu ahli yurtga mangu xoni sultan bo'lish uchun cho'qim Saidiya jamiyatidan bo'lish shuncha zarurmidi? Avom ra'iyat Saidiya jamiyatidagilarning xoni sultonligini e'tirof qildi ekan. O'zgilarni taxtni so'yib olgan deb qarab himoya qilmaydi ekan. Voh darixa. Buni burunroq tushunib yetgan bo'lsa, Saidiya jamiyatidagi maliklarning birariga o'limlar emasmidi? Hidoyatullo Ishon hasratlik xiyollarga asir bo'lg'ach o'rdiga kirib keldi. O'rdi beg'idagi Lolazor qasrga kelib, hech kimni qabul qilmaydiganligini aytib qo'yib, Bekavul amirining o'lpatchiligida sharob ichishga boshladi. Orqa ichilgan, apyun aralashtirilgan kuchli sharob uni tezda mast qildi. Ko'nglidagi xasliklarni ko'tarib mast vujudini shirin xiyollarga asir qildi. O Saidiya jamiyatidagi biror malikaga o'yinish xom xiyolni surib edi. Ko'z oldida birdilla heliqi kundagi jangda bahodirlik ko'rsatgan malika Muhtaram xonimning go'zal jamoli zohir bo'ldi. Bir chini sharbat bilan qo'shib o't bo'latgidek malikaga nima kasab. Bahodirligim demamdigan tehi. Navada nikohimda ashundoq Saidiya malikalaridan birari bo'lsa edi. Shahzoda Muhammad Emin Xonni bu darajada saltanat da'vosi qilmas edi. Avom ra'iyatmi mening saltanatimni himoya qilar edi. To'g'ri. Bir amal qilib, o'sha malikani qo'lga tushiray. Ishon xonlik saltanatimning tojisiga gul qilib qisay. Oh, Tanrı. Aşu nazik bedeninin visaliga yetermenmi ha?
ishq vasvasasi Eshonning mast tuyg'ularini larzaga solmoqda edi. Shu topda Malika Muhtaram xonimni buningdan 5-6 yillar ilgari Sulton Ismoil xonning huzurida tunji qitim ko'rganda yuragiga tutashgan ishq o'tlari Eshonning vujudini qayta o'rtamoqda edi. Eshon shirin xiyollar ilkida yana bir necha qadah sharab ichib o'tgandan keyin tay yostiqqa yo'langunicha uyquga ketdi. Go'zal Erenbog. Malika Muhtaram xonimni nikohiga olgan Hidoyatulloh Eshon va ayni 20 yoshli yigitlardek qiyin-qiniq botmay shoshtiq qiladi. Malika Muhtaram xonim Eshonga nozliq beqib, shahlo ko'zlarini muhabbatlik o'ynatib, kiyikdek taqlab qochadi. Vujudida yigitlik qini qaynagan Eshon uni chaddaslik bilan qo'g'laydi. Mana Eshon oxiri uni qo'g'lab yetdi-da, kuchli bilaklar bilan mahkam quchoqlab oldi. O'nchilik lavlarga tashno lavlarni yoqdi. Malika uning qo'ynida xuddi beliqdek tiltillaydi. Dal shu chog'da quloqi tubida anglangan xirqirgan ovoz Eshonning shirin payzini buzib etdi. Eshonning beshida Mirza Idrisbek bezonlik bilan xirildab so'zlab o'tdi. "Yanglishdilar ona hazrati. Ishoqiyachi murtatlar buyuk shaytonatimiz bilan qarshilashishga zinhor petinolmas. Hamma balo qazo Muhammad Emin xon boshchiligidagi Dahri Saidiya jamoatining to'pilimidan kelur. Ular riyokor ozg'ulardan ehtiyot qilmoqlik kerak." Nədiki quruq gaplarni qilib, visol shotligiga aloqat berayotgan Mirza Idrisbekka qarab, Eshon g'azab bilan varqirdi. "Yo'qa! Ko'zimdan darhol yo'qa! Qarg'ishdak ko'r!" Mirza Idrisbek parvosiz holda Eshonning belikiga mahkam esilib oldi. G'azabi chekiga yetgan Eshon Malika Muhtaram xonimni mahkam quchoqlagan beti jallodni to'ldi. "Mirg'azab! Mirg'azab!" Mirza Idrisbek Eshonning belikiga texichi esilib turadi. Ammo Eshon jinining barcha varqirgan bo'lsa-mu, ovozi faqatli chiqmay yotadi. Eshon varqirgan peti cho'chib ko'zini ochdi-da, o'zining masjidlikda uxlab qolganligini, bayam ko'rganlarning kishi ekanligini his qildi. Eshonning beshida Bekavuldek bilan Molla Soqiy xalifa Mirza Divonning amiri qo'l bog'lab turadi. "Yomon tush ko'rib qolgan o'xshamamlar ana hazratlar." so'radi Molla Soqiy ehtiyotchanlik bilan. Eshon bayam ko'rgan tushini tezli esiga oldi-da, Molla Soqiyning savoliga mujmalla javob berdi. "Yaxshi yomonligi qursin o'tishdan." Shu topda Eshonning vujudida shudiki Malika Muhtaram xonimni bag'riga bosgandagi lazzatdan ko'ra Mirza Idrisbek aytgan so'zlarning dahshati bakarak hukm surayotdi. Eshon Mirza Idrisbekning o'rinliq maslahatiga kirmay, yo'qlan gumon bilan uni haj qilib kelish bahonasi bilan Makkaga polig'iniga tunji qitim pushaymon edi. O'rdisida Mirza Idrisbekchilik aqldorning yo'qligidan qattiq o'kindi. Yuragi pushaymon azoblarga chelishib, mushk tatlagandek ochiq etishdi. "Ona hazratimga ma'lum bo'lg'ay", dedi Molla Soqiy zo'rg'i gelini qirib qo'yib. "Xo'sh", dedi Eshon Molla Soqiy bilan Bekavuldakka adovat bilan qarab. "Qashqarga avatgan choparman qaytib keldi." Eshon bir oz umidlanib qaddini rostladi. "Xo'sh, hamdamchi lashkarlar yo'lga chiqdimi?" "Nihoyat afsus. Qashqar bilan Yemisar qo'ldan ketibdi." Hidoyatulloh Eshon choyon chaqqandek cho'chidi. Lavlari titrab, tishlari kosildi. Eshonning g'azablik turqini ko'rib qo'rqib ketgan Molla Soqiy choparmandan anglaganlarini tez-tez so'zlashga boshladi. "Tuzkur Muhammad Emin xonga Oqsuni topshirgan osi munofiq amir lashkar Mirza Muhammad Shohbek bir bo'rak lashkarlarini boshlab Oqsudan Udul Qashqarga yurish qilgan ekan. Qashqar amri Xudobardi xalifa Mirza Muhammad Shohbek bilan jang qilib shahid bo'ldi. Qashqar lashkarlari osiylarga al bo'ldi.
Qashqarni elib Ostoniga qarab ilgirlagan Osiy qo'shinga Yenisarning hokimligi Mirza Qaroqchibek urushmayli al bo'pti. Hozir ular Yenisar qo'shinlari bilan birlikda Bahri Muhammad Emin xon qo'shinlariga hamdamda bo'lish uchun Ostoniga qarab kelib yetibdi-dak. Bas. Dedi ma'lumotning oxirini anglashni xohlamagan Hidoyatullo Eshon qo'lini silkib. Molla Soqi gapini chippida to'xtatib, Hidoyatullo Eshonga qarab teqimi bak egildi. Hidoyatullo Eshon ko'zini yumib, xili uzoq xiyol surgandan keyin o't yoshlikdagi qaranchuqdek medir-sizdir qilmay o'ri turgan Molla Soqiga qarab zuvon surdi. Bu palak bizdan yuz o'rigan o'xshaydi. Endi qanday qilmoq kerak Ezotul Ahtobi? Eshonning to'yiqsiz so'rgan bu savoldan Molla Soqi mugdek uyqusidan uyg'ongandek cho'chib beshini ko'tardi-da, duduqlab borib, bir javob xazinasi. Qibligahimga ma'lum bo'lg'ay. Ahvol bu darajaga yetganda kuchlik yov bilan yog'iy qilmoq ancha oqilonlik emasdir. Kalti tanimcha Ostonning sipillari egiz, xandaklari cho'nqur, qo'riqlari mustahkam, uzuq-tuligimiz yetarli. Shunga Ostonni mahkam qo'riqdig'ach. Mo'g'ul xon xo'jamga choparman avatib hamdam so'ralsak, Mo'g'ul bahodirlarining kuchi bilan u Dahri Muhammad Emin xonni tasarrufimizdan qo'g'lab chiqarishimiz, balkim kallasini elib buyuk saltanatimizga sargashlik qilgan gunohi uchun sazoyi qilishimiz mumkin. O'tganda mo'shundoq tadbirni ko'rsatgan amirning kallasini oldirgan Hidoyatullo Eshon mana endi burniga o'lim turab turganda neri berisini surishtiqib o'tirmayla Molla Soqining tadbiriga qo'shildi. Mo'g'ul xon xo'jamdan hamdamni tilamakdan o'zga amalimiz yo'qdir, dedi Hidoyatullo Eshon hasratlangan holda va beshini yerdan ustun ko'tarmay turgan Mirza Divonning amiriga qarab buyruq qildi. Darhol yordam talab qilib Mo'g'ul xon xo'jam huzuriga ma'lumot yo'llansin. Ma'lumot hozirlik yo'lga solingan. Anlayotganlar Belqut to'ridan anlatılayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Namoz digar vaqti. Mo'g'ul xoni G'aldandan lashkari yordam so'rab yo'lga solgan elchisining Muhammad Emin Bahodir xonning chorlovchi lashkarlarining qo'liga tushib qilishni Hidoyatullo Eshon zinhor xiyoliga keltirmagan edi. Shu topda Muhammad Emin Bahodir xon songlisi Maliki Muhtaram xonim qatorliq sarkardalari bilan bargohi olida lashkari kengash o'tkazib o'tadi. Hidoyatullo Eshonning niyati buzilibdi. Ostonni muhosirga elib yetivermay darhol tegish qilaylik. Ishkarisi o'lar vaqtida oson chaqadigan bo'lib qoladi degan gap bor. Hidoyatullo Eshon hozir ba'ayni ishkarisini misolidir. U nashtar sanjiq bo'g'icha darhol ujuqtirib etganimiz yaxshi. Ostonning sifil qo'rqur ham egiz, ham mustahkamkan. Agar tegish qilgan bo'lsa, lashkarlarimizni ko'plab talafotga uchirtib olishimiz mumkin. Buni bir hisob to'g'ri. Behuda o'lim yetgan lashkarlarimizning irodasini ojizlashtirib etadi. Oliylari, bu tarafini o'ylanib ko'rgaylar. Agar Ostonni muhosirga olib yetiversak, Hidoyatullo Eshon Mo'g'ullardan yordam talab qilib, yana elchi ma'ndirishi mumkin. Baxtimizga yarasha bu navbat elchilarni tutib olganimiz bilan yana bir navbat qo'limizga tushib qolishi natoyi. O chog'da hamdamga kelgan Mo'g'ul lashkarlari bilan Eshonning sufiy lashkarlari orasida qiyinlik qilishimiz mumkin. Shu topda ikki taraf bo'lib qolgan sarkardalarning qaysisining taklifini qo'llashni bilmagan Muhammad Emin Bahodir xon tanqislikda qilyotdi. Uningga har ikkili tarafning taklifi yo'lliq bo'lib to'yiladi. O bayatdan beri o'n-tinsiz xiyolga cho'kib o'tirgan singlisiga "Qani sizni bir nima deb baqamsiz?" deganni qilib qarab qo'ydi. Aksining maqsadini tushungan Malika Muhtaram xonim darhol xiyoldan bosh ko'tardi-da, yengil yo'tilib olib so'z boshladi. Janobiy sarkardalarning bergan takliflari butunlay o'rinli.
Şundaqdimi mening boshqa kerak o'yim bor. Bilmadim, taklifim maqbul kelarmikin? Hammaylar Malikaning oldiga umid bilan qarashdi. Ostonaga hozirla hujum boshlasak, Mo'g'ul xon xo'jasiga cheksiz ishongan Hidoyatulloh Eshon johillik qilib osonlikcha taslim bo'lmaydi. Ostona sepili mudofiylanishga hamda o'qya, miltiq, top o'qlari bilan qarshilik bildirishga to'liq aplik. Mushundaq ahvolda ostonaga hujum qilsak, behuda chiqim tortishimiz turg'anliga. Ammo shaharni muhosiraga olib yetiverganimizning hech qanday ahamiyati yo'qdir. Chunki ostonaning oziq-tuliki mo'l, suyi yetarli. Ular muhosirga xeyli uzungacha bardoshlik bera oladi. Mushu yo'sinda jang qilmay yetiversak, lashkarlarimizning jasoati isqlab ketadi. Ey, osoyishlik makonni seg'inib, jangdan royi qaytib ketadi. Navoda Hidoyatulloh Eshonning elchilari G'oldonning dargohiga berib, Mo'g'ul lashkarlarini boshlab kelib qolsa, ikki yovning o'rtasida qilishimiz mumkin. Shunga mening taklifim sarkarlardan birini Hidoyatulloh Eshonning elchisi siyoqati yasaldirib, G'oldonning dargohiga tezdan mangdiraydi. Hamdamga kelgan Mo'g'ul lashkarlarining oldini Muzdavonning Oqsuv tavasidagi cho'lida to'sib yo'qotaydi. Hamdamga kelgan Mo'g'ul lashkarlarini yo'qotsaqlar, birinchidan Hidoyatulloh Eshonning tashqi yordamga bo'lgan ishonchini so'ndirg'ili bo'ladi. Ikkinchidan, hayvisi sungan Eshondan ostona ham saltanatni osonla so'yib olg'ili bo'ladi. Uchinchidan, Mo'g'ullarning Saidiya tasarrufini bo'ysundirish irodasini so'ndirg'ili bo'ladi. Malika Muhtaram xonimning Iroqni ko'rarlik bilan o'tirg'i qo'ygan tadbiri aksining qo'llashiga erishdi. Kelgusini nazarda tutganda bu bo'ladigan tadbirkan. Aslida Saidiya bahodirlarining kuch-quvvatini ko'rsatib qo'ymay turib, Mo'g'ul oqsumatlarining parakandachiligidan qutulmoqimizda. Hidoyatulloh Eshonning Mo'g'ul oqsumat xo'jasiga bo'lgan umidini yo'q chiqarmay turib, ostonni olmoqimiz tasbih to'saydiga o'xshaydi. Janobiy sarkardalar, bu tadbirga nima deydi ekan? Aslida Mo'g'ul oqsumatlarining lashkarlari bilan yuzma-yuz tutishib, ilgirki mag'lubiyat dog'larini yo'yishni ko'ngliga tutgan sarkardalar bu tadbirni bir og'izdan ma'qullashdi. Mo'g'ul oqsumatlarining lashkarlari bilan rasmiy yo'sinni bir tutish baqayli qani. Men qo'shilaman. U mal'ullarning birining beshin olsammi esa kimning haqiqiy mard bahodirligini bir ko'rsatib qo'yaylik ularga. Sarkarda Zurdun Ko'kko'z Mo'g'ul tilini obdan bildigo deyman, dedi Muhammad Emin Bahodirxon egiz bo'yliq oq seriq kelgan sarkardasiga qarab. Zurdun Ko'kko'z ismli bu sarkarda ayni yillari eli tarafdan Uchturponga ot sodisi bilan chiqib, otlarini o'g'ri oldirib qo'yganligi uchun da'vo dastur sababli Uchturponning amiri bilan to'nishib qolgan edi. Eli Uyg'urlarga xos qo'shchaqchaq, gap so'zlari chaqqan. Hozir javob bu yigitni Muhammad Emin Bahodirxon bir so'zlashib bilan yoqtirib qolgan va o'rtada xizmatda bo'lishga taklif qilgan edi. Ana shunday sabab bilan Uchturponda turib qolgan bu yigit xilili yuqori jangbozlik mahorati bilan Muhammad Emin Bahodirxonning yaqin suhbatdoshi ham sarkardasi bo'lib qolgan edi. Zurdun Ko'kko'z Muhammad Emin Bahodirxonning savoliga Mo'g'ul tilida kusur bir nimalar deb javob berib, barliq sarkardalarni kuldirib o'tdi. Sarkardaning nima deganligini bilamadimmi? dedi Muhammad Emin Bahodirxon kulgisini to'xtatolmagan holda. Alillarga ma'lum bo'lg'ay. Mo'g'ul tilini o'z g'alban bo'shtu xondimmi puxtara bilaman, deb javob berdi Zurdun Ko'kko'z yana qiziqchilik qilib. Ondaqda o'zlari Hidoyatulloh Eshonning elchisi sifatida hozirlik yo'lga chiqaylar. Biz Amir lashkar Mirza Muhammad Shohbay janoblari yetib kelgandan keyin ondan lashkarlarni elib Oqsuvga qarab yo'lga chiqaymiz. Safar ustida to'liq ehtiyot qilaylar. Xotirjam bo'lsa alillar, bu ishdan faqatli chatoq chiqmaydi. Amdili ko'z oylarining kirishiga qaramay, kunduzi to'ng'izdek qizib ketadigan
Yantoq quduq cho'lligi namoz asr vaqtidan boshlab muztiq tarafdan kelgan g'urg'ur shamolda tezda sovib, odamning qo'lini qo'rg'udek sovuq bo'ladi. Sarkarda Zo'rdun ko'k ko'zni erin qaburg'aga yo'lga servetib, bir haftadan keyin bir tumanga yaqin lashkarni Ostonaning davomli muhosiraga erishga qoldirib, qolgan sarkarda lashkarlari bilan Oqsuga qarab yo'lga chiqqan Muhammad Emin Bahodirxon Oqsu sipilining sirtida qo'shinni to'liq bir kun dam oldirgandan keyin yana davomli ilgarilab Oqsu bilan Quchoning orlig'idagi Muzdavon yo'li ustidagi Yantoq quduq cho'lligida Mo'ng'ul lashkarlarini kutib yotganiga bugun to'p-to'g'ri hafta bo'lgan edi. Shu topda Muhammad Emin Bahodirxon bargohi olida Mirza Muhammad Shohbay, Maliki Muhtaram xonim qatorliq sarkardalar bilan Muzdavon tarafga yov qo'shinning shabsini tinglab kelishga avatgan chorlug'uchilarning xabarini kutib o'tirdi. Qolgan lashkarlarni Hidoyatullo Eshonga hamdamda bo'lishga avatmay qolarmi? Dedi sarkardalarning biri oradagi jimjitlikni bosib. Sarkarda Zo'rdun ko'k ko'z ishni aplashtirolmay chandırib qo'ymasa bo'ladi-ku, dedi yana bir sarkarda andisini yo'shirmay. Janobiy sarkardalar xotirjam bo'lg'ay, dedi Muhammad Emin Bahodirxon xotirjamlik bilan. Sarkarda Zo'rdun ko'k ko'zning qamlashtirolmaydigan ishi yo'q. Bugun bo'lmasa ertagacha bu cho'llikka Mo'ng'ul lashkarlarini xuddi burundan cho'llik o'tkazilgan to'gidek yetlab kelmasa hisob emas. Ulmal ularning ajal paymoni to'shqan bo'lsalar, Alloh taolo egam ularni o'z oyoqlari bilan mangdirib, bu cho'llikka avatmay qolmaydi, dedi Maliki Muhtaram xonim xotirjamlik bilan. Sarkarda Zo'rdun ko'k ko'z yov ahvoldan oldin xabar bervasa, ishlarimiz texnik puxta yurishgan bo'lar edi, dedi Mirza Muhammad Shohbay taqozolik bilan. Sarkardalar ana shu yo'sinda bir osh pishim so'zlashib o'tirgandan keyin o'z qarorgohlariga qaytishdi. Namoz asr mahal. Sarkarda lashkarlar amdig'i asr namozidan forig' bo'lib turishiga Muzdavon tarafdagi karvon yo'lidan chekitdak bir necha qora-qo'ri ko'rinishga boshladi. Buni eng avval bayqagan egiz do'ngni ko'zatib turgan lashkar ahvolni darhol ma'lum qildi. Shu hamon barliq sarkardalar do'ngning ustiga chiqib, lashkarlar ko'rsatgan nishonga nazar tashildi. Alloh hazil bir cho'gun choy qaynamichilik vaqt o'tganda uning otliq odamlar ekanligini ilg'i qildi. Ular Rasululloh Muhammad Emin Bahodirxonning oldin chorlovchi lashkarlari edi. Ularning orasida beshiga Mo'ng'ulcha Malaxay, uchisiga yondan izmindigan Mo'ng'ulcha qora to'n kiygan Zo'rdun ko'k ko'zmi bor edi. Salom soat beja keltirib, hol ahvol so'rashlardan keyin ular bargohi oliga kirib, lashkari martabasi bo'yicha o'rin elishdi. Sarkarda ko'p riyozat chekdilar, dedi Muhammad Emin Bahodirxon bir Zo'rdun ko'k ko'zga o'z qo'li bilan bir jam muzdek sharbat tutib turib. Hozircha ilomning o'rnida bir jam usullik ichib to'slar. Olimlarning himmatiga chiqarlar. Zo'rdun ko'k ko'z jamni hurmat bilan qo'lga elib, bir ko'tirib ichib yotgandan keyin qiziqchilik qilib so'zlashga boshladi. Qiladigan ish oyg'oqchilik o'xshaydi. Mo'ng'ul xoni G'aldonga Hidoyatullo Eshonning maktubini topshirib berib, in'omiga noil bo'lgan edi. Mana endi uning xabarini oliylarga yetkazib, bir jam shahoni sharbat in'om oldi. Sarkardalar xirildab kulishdi. Mo'ng'ul xonning in'omini chiqarsalar sarkarda, ko'rib boqaylik bizmi? dedi Mirza Muhammad Shohbay. Mana uchamda to'manda, dedi sarkarda Zo'rdun ko'k ko'z ustivishin imo qilib. Mo'ng'ul xonning huzurida birdamdila Mo'ng'ul bo'lib ketdim-ku deyman. Ravon so'zlarimni anglab, nima deydi demamsa u la'nati. Qani qo'shqani? dedi sarkardalar qiziqib. Sen Uyg'urmi, Mo'ng'ulmi deb so'radi. Ha, o'zlari nima deb javob berdilar sarkarda? Nima deydi? Anam Mo'ng'ul, dadam Uyg'ur dedi. Uchtandagi meni Uyg'urcha kiyiming sana yarashmabdi. deb, meni Mo'ng'ulcha ustuvashni kiyindirib qo'ydi-da. Üstü eşimga şundaqlı bir qarib etib,
mana endi jing Mo'ng'ulga o'xshading deb og'zi tegmay so'zlab ketdi. Sarkardalar yana xirildab kulishdi. Janobi sarkardini buningdan keyin Zurdun ko'kko'z demay, Zurdun qalmoq desak bo'g'dakda, dedi Muhammad Emin Bahodirxon kulib. Xo'sh qani, endi rasmiy gapga kelaylik. Mo'g'ul xoni Hidoyatulloh Eshonga hamdamli bo'lishga qanchalik lashkar mandirdi? Biri kam yoki ortiq emas, naq 4 tuman. 4 tuman. Muhammad Emin Bahodirxon bir oz o'yinib olgandan keyin yana so'radi. Ular hozir nazarga kelyapti. Ular Iran qabrg'adan yo'lga chiqqan hamon hamdamchi Mo'g'ul lashkarlarining sarkardisi Zangi Fontajiga g'olib qo'shinning xabarini Eshon xon xo'jamga oldin yetkazgach turay deb menib ketgan edi. O'ttirimizda nihoyatda 1,5 kunlik musofa bor. Ta'mincha ular bugun Muzdavondan o'tib bo'la olsa, atkash bu cho'lning u tarafidagi yaqin bo'yga joylashgan so'gatlik jironi qo'nalg'u qilishi mumkin. Yo'lning ahvoli bizga ayon bo'ldi. Qani janobi sarkardalar, tadbirlaringlar bo'lsa ko'rsatgaysizlar, dedi Muhammad Emin Bahodirxon. Meningcha ularni mushu yerda to'sib ujuq turaydi. Ol murtatlarning o'liki mushu cho'lda qolsin, dedi sarkardalarning biri. Yana bir ishni janobi sarkardalarning samiga sep qo'ymoqchiman, dedi sarkarda Zurdun ko'kko'z. Meni yovni bek qudratli chog'lab qopti deb o'ylab qilishmisizlar? Ularning tepkilik miltiq, choshma to'plari bizninkidan xili yaxshi. Mo'g'ul lashkarlarining ruhiy holati to'limi ko'ram, jasur, meni olgan otlarimi bir-biridan xil. Bu tarafini samimizga sep qo'yganlari yaxshi bo'ldi, dedi Malika Muhtaram xonim so'z elib. Meningcha ot lashkarlar bilan bu payoni yo'q tüptüz cho'llikda jang qilsak, talafat ko'p bo'lib qolar. Chunki otning chepishiga tuz yaxshi. Shunga cho'llikning u tarafidagi jiroliq tog' qaptilda qopsab jang qilganimiz afzal. Mening o'yim ham shu, dedi Mirza Muhammad Shohbek Malika Muhtaram xonimning qarashini quvvatlab. Mo'g'ul lashkarlarining soni bizninkidan xili ko'pga. O'z vaqtida ular Oqsuni betuyuq hujum qilib tortib olgan edi. Ta'mincha ular hozir oldini to'sib kutib yotganimizdan bexabar. Qo'nalg'ullarda tuzuk ehtiyot tadbirlarini ko'rmasligi mumkin. Shunga biz butkul qo'shin bo'yicha hozirla ilgirlaylik. Atigan ular qo'nalg'u qilish ehtimoli bo'lgan jironing atrofini egallab bo'ktirmoq qo'yaylik. Tang kechida safar hordug'ida qattiq uyquga ketgan vaqtidan foydalanib, qarorgohini bosqin qilsak, nusrat qozonmay qolmaymiz. Bütün qo'shin bo'yicha ilgirlagan Muhammad Emin Bahodirxonning sarkarda lashkarlari atisi osh vaqti mahal bilan cho'llikning u tarafidagi Talqir tog'ining bag'riga yetib keldi. İlgirlashni to'xtatib, qo'shinni dam oldirdi. Sarkarda Zurdun ko'kko'zning farzi to'g'ri chiqqan edi. Namoz asr vaqti bilan chorlug'uchi lashkarlar Mo'g'ul lashkarlarining 30 chaqirim yiroqlikka so'gatlik jiroda yaqin bo'ylab qarorgoh qurganligini xabar qildi. Alloh egan bizga madad bermoqqa o'xshaydi, dedi Muhammad Emin Bahodirxon bargohi oliga kengashga chaqirgan sarkardalariga qarab. Lashkarlar darhol g'izonlanib, bir vaqtlik ozuq-tulik elib olib, jangga hozirlangay. Malika Muhtaram xonim 2 nafar o'rinbosar sarkarda bilan 3000 o'qyachi, 5000 ot qilish va lashkarni elib, shab chiqamay yo'l yurib, Mo'g'ul lashkarlarining orqasiga o'tgay. Tun nisbi bilan tang, o't atar yo o'qi bilan yovning ozuq-tulik, yam xachak, o'q-dur qarorgohiga o't qo'yib hujum o'tgay. Sarkarda Mirza Muhammad Shohbek 2 o'rinbosar sarkarda bilan 5000 piyoda lashkarni elib, jironing o'ng tarafida bo'ktirma turg'ay. Sarkarda Zurdun ko'kko'z 2 o'rinbosar sarkarda bilan 5000 piyoda lashkarni elib, jironing so'l tarafida bo'ktirma turg'ay. Men qolgan sarkarda va otliq piyoda lashkarlar bilan yovning ilgirlash yo'lida bo'ktirma turaman. Kechida yovning orqa sepidagi ozuq-tulik, o'q-turuq qarorgohidan
o't yolqini ko'tarilgan hamon tangla, o'zim ko'chimiz. Lashkariy farmonni topshirib olgan sarkardalar darhol tayyorlik qilish uchun Bargohi oliydan chiqib ketdi. Tun kecha xatarlik davollik yo'llarni besib, erib oldin ketgan Mo'ng'ul lashkarlari qo'rsaqlarini to'xlab, g'amida yo'q shirin uyquga ketgan edi. Oldingi qatimliq Saidiya zaminiga qilgan harbiy istilochilik yurishida nurg'un mol dunyo, chiroyli g'olchi cho'kan, bardam g'olchi yigitlarni o'zi elib qaytgan Mo'ng'ul lashkarlarining bir-birli beyib ketganligini ko'rgan va mushundoq bir lashkariy yurishning yana bir qatim bo'lishini orzu qilgan Mo'ng'ul lashkarlari behisob mol dunyo tamasida shirin tushlarni ko'rib, xo'rakni do'ng tortishyotdi. Sarkardan Maliki Muhtaram xonim boshlab ma'g'an o'qiyachi lashkarlar bilan chavandozlar tun nisbidan o'tganda yovning ozuq-tulik qarorgohiga to'ydirmay yaqinlashdi. 3000 o'qiyadan birli vaqtda o't atar yo o'qlari yetishdi boshladi. Shu hamon o't saman dovullarga tutashgan o't g'urg'ur tog' shamilda ulg'ayib, birdamda osmon falak ko'tarilib, kangri jironi kunduzdek yurtibdi. Hayvatlik o't qip-qizil tillarni so'zg'inicha o't saman dovulsidan ozuq-tulik dovulsiga, undan o'q-dori dovulsiga shiddat bilan tutashdi. O'q-dorilarning portlash sadosi muztog' bag'rini zilzilaga soldi. Shu hamon to'rt tarafga bo'ktirmaga qo'yilgan Saidiya lashkarlari Allohu akbar deb takbir etib, narri tortishgunicha nima vaqa bo'lganligini bilolmay sorasimga tushgan Mo'ng'ul lashkarlarining qarorgohiga xuddi qo'y qutuniga etilgan bo'ri to'pidek tashlandi. Mo'ng'ul lashkarlari dastlabda bir oz mangdab, gangirib qolgan bo'lsin. Keyin boshlarida o'ynayotgan ajal qilichini ko'rib, kuchlik yovga duch kelganligini his qilishdi-da, darhol as ho'shini yig'ib, yovga qarshi qilish yalang'ochladi. Putkul jirani o'rkagan otlarning kishiniga, tig' tekkan odamlarning ingirg'on ovozlari, jon pidolik bilan elishayotgan lashkarlarning qiyqos surallari qoplab ketdi. Kutilmagan bu qattiq zarbadan jangovarligini yo'qotib, urush sepi tuzishga ulguramagan Mo'ng'ul lashkarlari ig'ir talofatga uchrayotdi. Jang tong suzilganga qadar davomlashdi. 40 ming lashkardan oran 10 mingga yaqin lashkarni agashtirib, muhosirni besib chiqqan Mo'ng'ul lashkarlarining sarkardasi Zangi Qontoji kaynidan Saidiya lashkarlarining qo'g'ilmaganligini bilib tursin. Öyle tirlishiga baxmay, qochqinicha hayvatlik muztog'ning davolliq yo'llarida etig'i to'xtamay qamchi uratdi. Ana ashundoq vahimlik ketishda 5000 ga yaqin lashkari ot patlari bilan hong'im mo'dirib ketib, jenidan ayrildi. Muzdavondan halqib bo'lganda bir oz esini yiqqan Zangi Qontoji orqasidan agishib kelayotgan 4-5 mingga yaqin taq-turqi to'limi echinishlar, vahimidan chiroylar totirib ketgan lashkarlarni ko'rib, vujudini ig'ir g'am tog'lari bosdi. Shu topda u Saidiya tasarrufiga qadam besib boshlab kelgan 40 ming lashkarining 10dan 9ni talofatga uchratganligi uchun oldingi qandoq javob qilishni bilolmay ig'ir g'amga potgan edi. U har bir qadam oldiga ilgirlaganda ko'z oldiga G'oldanning rahimsiz, dahshatlik chiroyi kelib elib, vujudi shunchalik murchi etdi. Shu topda uni erin qaburg'ada kutib turgani rahimsiz ajal edi xolos. Zangi Qontojining Saidiya elidagi oppoq xo'jaga qarshi qo'zg'olonni bostirib, zafar quchib qaytib kelgandan keyin G'oldan ordusida o'stirilgan mansab kolasi haqidagi shirin tushlari butunlay barbod bo'lgan edi. Mana hozir uningga G'oldan g'azab bilan qaramoqda. Uning bilan o'zangi so'qishtirib yurgan sarkardalar masxarlik kulishmoqda. Beshining cho'qqisida bir tutam ko'kilisi bor. Odam yuragini xomtalash qilib yeyishga xumor bo'lib qolgan surlik jallod uning yuragini tirik turg'izib sug'urib olish uchun xanjirini belamoqda. Xotini, suyimlik bolalari zor-zor yig'lamoqda. Zangi Qontojining ko'zlaridan taramlab yosh to'kildi. O shu yusunda bir oz xiyol surgandan keyin etining tizginni shaqqida tortdi-da, o'ng tarafdagi ko'z yetkisiz qarg'ayzorlik cho'nqur hong'i qartib qamchi soldi.
qamchi zarbisiga chidamagan ot echinishlik birni kishini yetib, egisi boshlagan tarafga qarab chapdi. Ko'zni yumib ochqichilik bo'lgan orliqda otmi, ot ustidagi zangi qo'ntajimi tagsiz cho'nqur xoning ichida ko'zdan g'oyib bo'ldi. Bu dahshatlik manzarani o'z ko'zi bilan ko'rgan lashkarlari nemish bo'lganligini anqiramay, hozirda hamma narsani dam tortib ketadigandek qorayib ko'rinadigan tagsiz xonga qo'rqimsirab qarab qilishdi. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shohinshin ichini eg'ir sukunat qoplagan edi. Hamdamga kelgan 40 ming Mo'ng'ul lashkarining Muhammad Emin Bahodirxon lashkarlari tarafidan Yantoq quduq cho'lligida tamomiy degudek echinishlik qirib tashlanganlik shum xabarni ayg'oqchilar orqali anglagan Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning vujudini eg'ir g'am bosgan edi. Shu topda mahshar kunlarining yiqilishib qolganligini bilgan o'rda arkonlarining go'shiyib esiyatsiz o'ltirishidan ichida nimalarni o'ylayotganligini bilmak to'limi tas edi. Ishon halqiliq paytda faqatli asqatmagan, birarmi o'nimli tadbir ko'rsatilmagan bu nonqo'pi tamaxur amirlarining turqiga qarab ichidan pig'oni o'rlaydi. Taxtning yanidagi shahona kursida o'tirgan Mo'ng'ul bosqoq begi Darja to'rining turqi texmi echinishlik edi. Shu topda u echinishlik talofatga uchirgan 40 mingga yaqin Mo'ng'ul lashkarlariga ich og'irtib emas. 2-3 yildan beri bu el yurtni xohlagancha talon-taroj qilib jo'g'ilgan hesabsiz mol dunyolarini qanday qilib sog' salomat akitish g'imida to'limi so'g'in o'tirardi. Men uchun bu yurtda kimning xon sulton bo'lishi baribir. Muhimi hayotim va jo'g'ilgan dafni dunyolarim daxli tarzga uchirmisli bo'ldi. Bu eldan har yili to'l-to'linadigan o'lponni elish olmaslik G'aldan Beshtuxan oliylarining ishi. Sakyamuni Amita Buddaha. Musulmonlarning qahr g'azabidan o'zing saqlag'aysan. Endi qanday qilsak bo'la basqaq degan. G'aldan xon xo'jan hamdamga yana lashkar avatami? Hidoyatulloh Ishonning bu savoli Darja to'rining xiyolini uzib qo'ydi. Odatdagi vaqtlarda hech kimni ko'zga ilmaydigan Hidoyatulloh Ishong'imi takabbur nazar bilan qaraydigan Darja to'ri shu topda mushkning shapsini sezib qolgan choshqandek cho'mchiyib qolgan edi. Bu xiyolni darhol yig'ishtirib Hidoyatulloh Ishong'a ba'ayni tilamchilardek talmirdi. To'nji qatam o'zining hayvasini so'ndirib turib rost gapini qildi. G'aldan Beshtuxan oliylarining endi yana hamdamga lashkar chiqara olishi mumkin emas. Eng yaxshisi Muhammad Emin Bahodirxon bilan sulhga kelganimiz afzal. Ojiz chiroq nuridek tildab turgan oxirgi umidimi yo'q chiqqan Hidoyatulloh Ishon lassida bo'lib qoldi. Shu topda sulh talab qilish degan bu bir jumla mudhish so'z Ishonning mingsini qo'chivatdi. Sulh talab qilish degan so'z saltanatni, taxtni topshirib berish degan so'z. Qutbul Aqtab Pari buzuruk Appoq xo'janing Eshon xonligining umri shunchalik ko'ta bo'lib qoladimi? Bu taxt saltanat uchun u nima ishlarni qilmagan? Qanchalik badallarni to'lamagan deysiz? Ist tugadi. Hammasi tugadi. Yo'q. O taxt saltanatni bundoq oldirib topshirmaslik kerak. Muhammad Emin Bahodirxon yordamga kelgan Mo'ng'ul lashkarlarini yo'qotganligini bilan 2-3 oydan beri ostonni ololligini yo'q. Taxt hali ham Hidoyatulloh Ishonning tiyidi. Shahoni toj beshida turibdi. Ostona, saltanat, taxt lozim bo'lsa berish kerak. Lekin ikki qo'llab berib, barmoq tishlab qilib emas. Muhammad Emin Bahodirxon oti miras taxtda o'tirsin. Ammo butkul Saidiya tasarrufidagi lakmonlig'in sulki ishqiya murtlarning sultonul muhaqqini bo'lmish Hidoyatulloh Ishon hech bo'lmasa o'sha Mo'ng'ul bosqoqbiga o'tirgan shahoni kursida o'tirishi.
saltanatning tezginini Muhammad Bahodir xon bilan tang tutib, bu elni sherik so'rish kerak. To'g'ri. Sulhni ana shundoq talab qilish kerak. Undoq bo'lmaydi ekan. Hidoyatulloh Appoq xo'ja ashu lakmo'lg'an sulki ishqiya murtlari, ixlosman murtil hidoyatchilari, sadoqatman hijobul g'ayblar oldida beshini qandoq ko'tarib yurdi. Hidoyatulloh ishonning xiyollari qanotlangan siri vujudidagi to'ng'izlar borgan siri qutirayotdi. U oxiri sulh talab qilib Muhammad Emin Bahodir xonga maktub yozish qaroriga keldi. Bo'pti. Yaratgan haqning buyrug'ini shu o'xshaydi. Sulh talab qilsa qilaydi. Ammo Muhammad Emin Bahodir xonning kafolatini topshirib olib bo'g'cha shaharning sepil qo'riqlari mustahkam qo'rib olg'ay, dedi ishon qopqinib turib. Sulh tuzilsa hayoti va mol mulkining omon qoldiganligini his qilishgan amirlar xotirjamlik bilan yengil tin elishdi. Belqut shirkatida ovozga yanglab, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'loniyning Jallod Xonim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anlatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anlatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning setib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz. Belqut xazinasi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizom, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, ingliz 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat birgavlashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni Belqutdan bil. Belqut xazinasi